Hurmatli hamshaharlar, hurmatli O'zbekiston ahli, hurmatli san'atni shinavandalari, san'atni yaxshi ko'radigan insonlar. Bir gap aytaman. Bu meni gapim emas. Oqqan daryo baribir qachon bo'lsa ham oqadi. İnşallah. Mana shu inson o'sha oqar daryodan bittasi shu inson, Komiljon aka bo'ladilar. Elhamdülillah. Bu inson, men hozir gaplashdim 89-90-yillarda men bularni taniyman, faqatgina salom alik qilmaganmiz xolos. San'atlarni, bu san'atlardan bahramand bo'lganmiz. Mayli orada ozgina uzilish bo'libdi, mana yana san'atga qaytdilar. Men xursandman. San'atga qaytgan insonning yuragida hech qanaqa kir bo'lmaydi. İnşallah. Men Komiljon aka, san'atni davom ettiringda, xalqning duosini olingda, xalqni suygan hofizga aylanib yuravering. İnşallah. Allah olasın. Sizga mana motivatsiya bergan Otabekmi? Ukangiz bo'lsa ham, yosh bo'lsa ham, bir yoshchi bir kattani gapini ol deyishadi-yu. Ilohim, bu yoqda san'atingizga faqat rivoj tilayman xolos. İnşallah. Rahmet. Zo'r qo'shiqlarni qiling, boring qo'limizdan kelsa Toshkentda kanallarga olib chiqishga yordam beramiz. İnşallah. Rahmet. Sog' bo'linglar, yaxshi yillar ko'rishguncha. Sizden sağ olun. Sağ olun.